Bugun haqiqiy o'zbekcha jaydari shashlik yegani Fozil dodamning shashliklariga keldim. Fozil doda, o'zi necha yildan beri shashlik pishirasiz? So'rash bilasan? Ha? 87-yildan buyog'ini so'rachi? Necha bo'ladi endi? Ha, turishi. Shashlikni ham ko'rasiz, bir gap bo'lar. Bo'ldi, do'stlar, ungacha sizlar hisoblab yozib yuboringlar. Fozil doda nafaqat mazali shashliklari, balki shunaqa ajoyib hazillari bilan ham xalqimizning ko'nglidan joy olganlar. Bu yer 24 ga 7 do'stlar bilan kelib, maza qilib shashliklarni yeb, ko'ngil ochib o'tiradigan fayzli joy. Shashliklarga keladigan bo'lsak, qo'yjaz, moljaz, jaydari qiyma rulet, g'ijduvon shashlik, tovuqli, xullas assortimenti zo'r. Bu jigarli ishtahochar bo'lib turishini qaranglar. O'zi ham sochni qilib pishirib beribdilar. Menimcha bu yerdan jigar shashlik yesangiz, uncha qiyma jazlarni mensimay qo'yasiz. Qarsildoq nonlayu jaydari salatlari bilan baba boshqacha ketyapti. Sigaraga shashlaringiz tayyor. Voy. Rahmat aka. Qo'rani tepasidan sirazu yush baba boshqachada. Xullas bu shashliklarni yeyotganda necha yillik tajribaga ega odam mehr bilan tayyorlaganini his qilib turasiz. Sizlar ham bu yerga kelib shunaqa qo'rani tepasida yemoqchi bo'lsanglar, Uchtepa hokimiyatdan izzaga qarab yurganingizda o'ng qo'lda joylashgan. Xo'sh. Yoqimli ishtaqa. Rahmat. So'la bo'ldingmi? Yo'q. Ha, turishi. Shuni ham so'lamading. Hisoblagim ham kelmayapti, doda. Menga desa kecha boshlagan bu mismi. Shashlikning mazasiga men уже maza qilib bo'ldim.